2024 dasturining bugungi sonida efirga uzatiladigan xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Biznes va ijtimoiy bank kartalari tatbiq etiladi. Sudyalar intizomiy javobgarlikka tortiladi. Ish vaqtidan tashqari ishning davomiyligi o'zgartirildi. Endilikda notarial harakatlarni amalga oshirishda shaxsni aniqlash jarayoni to'liq raqamlashtiriladi va 2 bosqichda amalga oshiriladi. Fuqarolarning shaxsi, pasport, ID karta rekvizitlari orqali elektron tizimlarda tekshiriladi. Undan so'ng buyurtmachiga tegishli biometrik ma'lumotlar barmoq izi yoki Face ID orqali tasdiqlanadi. Ya'ni 2026-yil 1-yanvardan boshlab notariusga borayotganda fuqaro o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatning aslini ko'rsatishi shart bo'ladi. Notarial harakatdan onlayn tarzda amalga oshirish birinchidan blockchain texnologiyalar orqali xavfsizlik, fuqaroning o'sha identifikatsiya raqami bo'ladimi yoki yuzi bilan bog'liqmi, ko'rinishi bilan bog'liqmi yoki barmoq izlari bilan bog'liq holatlar barchasi identifikatsiya qilinadi. Tizimda buni hech kim buzib kira olmaydi yoki boshqacha bir tarzda foydalanish imkoniyati cheklangan. Bu o'sha raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi orqali. Keyingi masala, hozirgi kunda biz bilamizki, fuqarolarimiz ko'pgina shartnomalarni aynan tuzishda muammolarga duch kelishyapti. Chunki bitta fuqaro bu hududda bo'lsa, keyingi fuqaro masalan vohada bo'lsa, bitta fuqaro vodiyda bo'lishi mumkin yoki Toshkent shahrida bo'lishi mumkin. Demak, mana shu onlayn notarial harakatlarni amalga oshirish bir necha fuqarolarga bir vaqtni o'zida o'sha masofadan turib onlayn harakatlarni amalga oshirish imkonini beradi. Chunki ko'chmas mulk sotib olish mumkin, meros bilan bog'liq, masalan, avtomobil sotib olish bilan bog'liq holatlar yoki bo'lmasa er-xotin o'rtasidagi mulk bilan bog'liq masalalarni biz mana shu onlayn harakatlar orqali demak qulay va xavfsiz tarzda, afzallik tarzda bemalol amalga oshirishimiz mumkin. Sohadagi bu kabi yangilik va o'zgarishlar 2025-yil 9-sentyabr kuni qabul qilingan prezident qaroridan o'rin olgan. Shu tarzda notarial tizimdagi raqamlashtirish islohotlari fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi hamda huquqiy munosabatlarni amalga oshirishda shaffof tizim vujudga keladi. O'zbekiston Respublikasi hududida bank kartalarining chiqarilishi va muomalada bo'lishi qoidalari to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Masalan, endilikda 14-18 yoshdagi voyaga yetmaganlar bank kartasini mustaqil ravishda ochishlari mumkin. Shuningdek, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga bank kartasi faqat ota-onasidan biri yoki qonuniy vakilining yozma roziligi asosida tijorat banklarida rasmiylashtirib beriladi. Mazkur o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi buyruqqa asosan endilikda bank kartalarining turlariga qo'shimchalar kiritildi. Ya'ni bizda bank kartasi, virtual karta degan karta turlari mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib endi bu biznes bank kartasi va ijtimoiy bank kartalari degan termin qo'shildi. Yakka tadbirkorlik subyektlari va o'zini band qilgan shaxslar o'z mablag'larini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ikkinchisida esa, ya'ni ijtimoiy bank kartasi. Bunda qaysi maqsadlarda foydalanadi? Ijtimoiy bank kartasi endi ijtimoiy va boshqa to'lovlardan kelib tushgan pul mablag'larini ixtiyoriy boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Va endilikda aynan o'sha ichimlik va oqov suvlardan foydalanganligi uchun yuridik shaxslar to'lovlarni korporativ bank kartalari orqali to'lash imkoniyati ham mazkur qonunchiligimizga o'zgartirish sifatida kiritib o'tilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari mazkur hujjat bilan yuridik shaxslar uchun ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun to'lovlarni korporativ bank kartalari orqali to'lash imkoniyati yaratildi. Sudyalar endilikda dastlab 5 yil, keyinchalik muddatsiz davrga saylanadi. Sud tizimiga oid bu kabi yangiliklar joriy yilning 24-noyabrda qabul qilingan. Sudyalar hamjamiyati organlari faoliyatining samaradorligi va ochiqligini oshirish hamda sud mustaqilligi kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonidan o'rin oldi. Farmonga ko'ra, sudyalarni navbatdagi 10 yil muddatga tayinlash, saylash tartibi bekor qilinadi. Sudyalik lavozimlariga nomzodlarni dastlab 5 yil muddatga, keyinchalik muddatsiz davrga tayinlash, saylash tartibi belgilanmoqda. Tumanlararo, tuman, shahar sudlari raislari va ularning o'rinbosarlari lavozimlariga nomzodlarni aniq mezonlarga ko'ra sudyalar orasida ochiq tanlov asosida tanlash tartibi o'rnatilmoqda. Sudyaning kasbiy faoliyatini baholashda halollik, kasbiy layoqatlilik va sudyalik odobi qoidalariga rioya etilishi talablarining aniq mezonlari qonun darajasida belgilanadi. Shuningdek, Sudyalar Oliy Kengashining doimiy asosda faoliyat yurituvchi sudyalari lavozimiga nomzodlar tegishli sud sudyalari malaka hayatlari tomonidan tavsiya etiladi.
Ma'lumki, gender tenglikini ta'minlash Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Binobarin, ayol sudyalar ulushini kamida 30% ga yetkazish orqali sud tizimida gender tenglik yanada kengayadi. Ayni maqsadda har yili zaruratga qarab Odil sudlov akademiyasining kasbiy qayta tayyorlash kurslariga qabul qilishda kengash tomonidan xotin-qizlar uchun alohida kvotalar belgilanadi. Shuningdek, tashabbuskor ayol sudyalar guruhi tomonidan O'zbekiston ayol sudyalar assotsiatsiyasi tashkil etiladi. Farmonda tajribali sudyalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Aytaylik, sud tizimida kamida 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan va ilmiy salohiyatga ega bo'lgan sudyalar Odil sudlov akademiyasining professor o'qituvchisi lavozimiga tayinlansa, akademiyadagi faoliyat tugagandan so'ng u muqaddam ishlagan sudyalik lavozimida ishini davom ettirishi mumkin. Bordi-yu, bo'sh turgan sudyalik lavozimi bo'lmasa, uning roziligi bilan avvalgisiga teng bo'lgan boshqa sudyalik lavozimiga o'tkaziladi. Yana bir yangilik, endi intizomiy jazo chorasi sifatida sudya quyi sudyalik lavozimiga o'tkazilishi mumkin yoki uning intizomiy jazosi amalda bo'lgan vaqtda yuqori sudyalik lavozimiga tavsiya etilmaydi. Umuman olganda sudya aniq mezonlar asosida intizomiy javobgarlikka tortiladi. 2025-yil 11-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra Mehnat kodeksiga ham o'zgartirishlar kiritildi. Amaldagi Mehnat kodeksining 190-moddasiga ish vaqtidan tashqari ishlarni davomiyligiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlandi. Mehnat kodeksining 190-moddasiga kirgan yangi o'zgarishga ko'ra 120 soatlik yillik cheklov olib tashlandi. Demoqchi bo'lganimiz, kunlik cheklov, ya'ni 2 kun surunkasiga 2 kun davomidagi 4 soatlik va noqulay mehnat sharoitlaridagi bir kundagi 2 soatlik cheklovlar saqlab qolindi, biroq yillik 120 soatlik cheklovlar olib tashlandi. Ish beruvchilar o'zlarining xodimlarini ish vaqtidan tashqari ularning xohishi bilan, yozma roziligi bilan ish vaqtidan tashqari ishlarga jalb qilishi mumkin. Bu chegara yo'q. Endi xodimlar o'zlari xohlasalar yil davomida ish vaqtidan, ya'ni ish vaqti boshlanadi, ish vaqti tugaydi. Tugagandan so'ng bemalol mehnat ko'yit munosabatlarini davom ettirishlari, cheklanmagan miqdorda ishlashlari mumkin. Shuningdek, ish vaqtidan tashqari mehnat uchun haq to'lash tizimi ham yanada takomillashtiriladi. 190-modda bilan bir qatorda Mehnat kodeksining 262-moddasiga ham o'zgarish kiritildi. Sababi 262-modda ish vaqtidan tashqari ishlarga jalb qilingan xodimlar mehnatiga haq to'lash miqdorlarini o'zida aks ettirgan edi. Eski tahrirdagi 262-moddada ish vaqtidan tashqari ishlaganlik uchun har bir soatiga 2 hissa miqdorda ish haqi to'lash belgilangan edi. Yangi kodeksga o'zgartirish kiritish natijasida biroz bu o'zgardi. Ya'ni ish vaqtidan tashqari ishlarga jalb qilinganda birinchi soat uchun ish haqining ilgaridagi kabi 2 hissa emas, 1,5 hissa miqdorda haq to'lanadigan bo'ldi. Ikkinchi va undan keyingi soatlari uchun esa 2 hissa ish haqi to'lash bilan bog'liq bo'lgan tartiblar saqlab qolindi. Bu qonun O'zbekistonning mehnat munosabatlarini zamon talabiga mos ravishda modernizatsiya qilishda navbatdagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Mamlakatimizda oxirgi yillarda sud hokimiyatini isloh qilish inson qadri tamoyiliga asoslanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida har kim o'z huquqlarini sud orqali himoya qilish huquqi kafolatlangan. Shuningdek, yangi Konstitutsiyaning 26-moddasiga ko'ra, shaxs roziligisiz hech qanday tibbiy yoki ilmiy tajriba o'tkazilishi mumkin emas. Odil sudlov akademiyasida o'tkazilgan seminarda aynan ushbu qonuniy normalarning amaliyotda to'g'ri qo'llanilishi bo'yicha muammolar ko'tarildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, boshqa mutasaddi idoralar vakillari ishtirokida shaxsni psixiatriya muassasasiga g'ayriixtiyoriy tartibda joylashtirish masalasida seminar tashkil qilindi. Bu seminarda demak bugungi kunda bu toifadagi ishlarning sudlarda ko'rilish, protsessual holatlarda sud qarorlarining ijrosi, boshqa mutasaddi idoralar bilan hamkorlik masalalari muhokama qilinib, kelgusida aniq vazifalar belgilab olindi. Seminarda 2024-2025 yilda ko'tarilgan fuqarolik ishlari bo'yicha statistik ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Jarayonlarni raqamlashtirish va sud bilan bog'liq psixiatrik muassasalar o'rtasida tezkor aloqa o'rnatish bo'yicha takliflar bildirildi. Mamlakatimiz rahbari tomonidan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida Toshkent davlat yuridik universitetida talabalar festivali haftaligi o'tkazildi. Unda 4000 nafardan ortiq talaba faol ishtirok etdi. Biz yoshlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun
juda ko'p loyihalar o'tkazildi. 25 dan ortiq loyihalar 4000 ga yaqin talabani qamrab oldi. Bu deyarli yuridik universitetda ta'lim olayotgan talabalarning 50% tashkil etadi. Biz mana shu loyihalarda o'zimiz qiziqqan sohalarni interaktiv tarzda, amaliy tarzda ko'rib chiqdik. Mazkur o'tkazilgan tanlovlar, tadbirlar, loyihalar biz yoshlarga, biz talabalarga bilimlarimizni amaliy sinab ko'rish va nafaqat bilim nuqtai nazaridan, balki o'zimizni jismoniy holatimizni rivojlantirish, sport bilan shug'ullanish va san'at nuqtai nazaridan ham o'zimizni rivojlantirish imkoniyatlarini beradi. Bu bizni faqatgina yurist sifatida emas, balki shaxs sifatida ham o'sib borishga undaydi. Haftalik doirasida talabalarning ma'naviy, intellektual, huquqiy va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan jami 25 ta tanlov va loyihalar tashkil etildi. Talabalar festivali doirasida Qomus intellektual loyihasi ham o'tkazilib, ushbu loyihada 508 nafar talaba, ya'ni jamoa sifatida tanlab olindi. O'zi bizga kelib tushgan arizalar bo'yicha 2000 dan ortiq arizalar kelib tushdi. Buni bizlar o'sha intellektual salohiyat, bundan oldin tanlovlarda ishtirok etib o'zini ko'rsatganligini inobatga olib tanlab oldik va bu talabalar o'zlarining intellektual salohiyatlari, tezkor fikrlash qobiliyatlarini namoyon qildilar. Talabalar olayotgan o'sha bilimlari, qilayotgan harakatlari munosib ravishda rag'batlantirildi. Talabalar festivali doirasida yuqori natijalarga erishgan 215 nafar g'olib va faol talabalar tantanali ravishda diplom, esdalik sovg'alari hamda byudjetdan tashqari pul mablag'lari bilan taqdirlandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Huquq 24 ning keyingi sonlarida sohaga oid o'zgarishlarni kuzatib boring.